هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ankabut tefsiri 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kesir Rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ankabut suresi 12. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kafirlar müminlerge bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga ergishinglar. Sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Kafirlar müminlarning gunohlaridan azroqmi ustiga ola olmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni yani özlerinin günahlarını ve azdırganlarının günahlarını üstüge alıdı. Kıyamet günü ula özleri oydurup çıkan yalgan sözleri için sonra tartıldı. Kafirlerin başkalarının günahlarını ulanın küfrü kayıt şerti bilen öz üstülerine ilişki cüret kılışı doğrusudur. Allah bu ayette Kureyş kafirlerden haber kılıdı. Ular iman etgan ve to'g'ri yo'lga ergashganlarga dininglardan bizning dinimizga qaytinglar, bizning yo'limizga ergishinglar. Sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Ya'ni ular agar sizlar shunda qilsanglar, sizlarga gunoh bo'ladigan bo'lsa, gunohinglar bizning ustimizga, bizning gardinimizga yuklansin dedi. Ularning bu sözü xuddi birovning bu ishni sen qilgan u ishning gunohini mening gardinimga yuklan, gunohi mening gardinimga yuklansin deganiga o'xshashdir. Alloh taolo ularning yolg'onchiligiga raddiya berib mundaq deydi. Kafirlar mu'minlarning gunohlaridan azroqmi ustiga ola olmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ya'ni ular yani şu müminlerin günahlarını öz üstümüzge alamayız degan sözleri de yalgancılardır. Çünkü birovning günahını yani birov üstüge alalmaydı. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni öz günahını üstüge elverishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdimi uning gunohidan azroq narsani ustiga ilib ololmaydi. Har odam o'z holi bilan bo'lib qoladiganligi uchun do'stini ko'rib turib hol so'ramaydi. Ular o'zlarining yuklarini va uning qo'shib boshqa yuklarni ustiga oladi. Bu küfürga ve gumrohlikka chaqirg'uvchilarning ustiga qiyomat kuni ularning o'zlarining gunohlariga, ular sababidan gumroh bo'lgan kishilarning gunohlari va ergashuvchilarning gunohlaridan azroqmi kemaytilmay qo'shilib yuklanadiganligi haqida qilingan xabardir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. İmam Muslim Peygamber Aleyhisselam'ның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kimki hidayet yo'liga da'vat qilsa,
u yo'lga qiyomatgacha ergashgan kishilarning savobidan azroqmi kemaytib o'tilmasdan u odamga ularning savobiga o'xshash savob berildi. Kimki gumrohlik yo'liga chaqirsa, u yo'lga qiyomatgacha ergashgan kishilarning gunohlaridan azroqmi kemaytib o'tilmasdan u odamga ularning gunohlariga o'xshash gunohlar yuklandi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. İmam Muslim yana Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biror odam nahaq o'ltirilsa, Adem alayhisalomning tunji o'g'li Qobilga bir kishilik gunoh yoziladi. Chunki u tunji qidim odam o'ltirishni boshlab bergan odamdir. La havla va la quvvata illa billah. Qiyomat kuni ular özleri oydurup çıkan yalgan sözleri için so'roqqa tortiladi. Yani ular yalgan sözleri ve oydurup çıkan böhtanlardan so'rildi. Bu yerda İbn Ebu Hatem Ebu Umame radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom tabliq qilib o'tib, oxirida mundaq degan: "Mening izzatim ve jalolatim bilan qasamki, bugün bana zulüm qilish durust bo'lmaydi" deydi. Ondan bir jakarchi "Falonning o'g'li faloni qayerda?" deb nido qiladi. U odam tog'lardek yaxshiliklarni ilib keladi. Kishilar uni qarab ko'zlari chekchib ketadi. U odam oxiri g'olib, buyuk va shafqatlik Allohning oldiga kelib to'xtaydi. Ondan Allah jakarchiga buyurdi. Jakarchi "Falonning o'g'li faloni kimga yomonlik yoki zulm qilgan bo'lsa, bu yoqqa kelsin" deb to'g'laydi. Uningdan yomonlik ko'rganlar, zulm tortganlar Allohning oldiga kelib, yig'ilib o'rtirishdi. Ondan Allah "Bu bandamga hukm qilinglar" deydi. Farishtalar "Uningga qanday hukm qilamiz?" deydi. Allah "Uning yaxshiligidan ular elib beringlar" deydi. Farishtalar uning yaxshiligini elishga boshlaydi. Toki uning yaxshiligidan hech narsa qolmay tugab ketib, zulm chekkanlar eshib qoladi. Ondan Allah "Bu bandamga hukm qilinglar" deydi. Farishtalar "Uning yaxshiligidan ozroqmi qolmadi" deydi. Allah "Zulmga uchraganlarning gunohlaridan elib, uning ustiga yuklanglar" deydi. Ondan Payg'ambar alayhisalom bu oyatni misol qilib so'zladi. Ular o'zlarining yuklarini va uningga qo'shib boshqa yuklarni, ya'ni o'zlarining gunohlarini va ozdirganlarning gunohlarini ustiga oladi. Qiyomat kuni ular o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on so'zlari uchun so'roqqa tortiladi. Subhanalloh. Bu hadisni İmam Muslim başka bir sanad bilan mundaq deb rivoyat qiladi. Shek shubhisizki bir odam qiyomat kuni tog'lardek yaxshiliklarni ilib keladi. Biroq u odam ba'zilarga zulm qilgan, ba'zilarning pul milini elib olgan, ba'zilarning obro'yini to'kkan bo'lib, uning yaxshiligidan bu'mi kelib oladi, u'mi kelib oladi. Uning birmi yaxshiligi qolmaganda ularning gunohlaridan elib uning ustiga yuklandi. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh qavmini tavhidga da'vat qilib, ularning ichida 50 yil kam 1000 yil turdi. Nuh alayhissalomning qavmi butparast bo'lib, uning payg'ambarligiga chin bitmedi. Ular zalim bo'lganliklari, ya'ni kufrda va gumrohlikda chin turib, o'zlariga zulm qilganliklari uchun Alloh ularni tufon balasi bilan halok qildi. Biz Nuhni va kemidagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Tufonni butun ahli jahon uchun ibrat qildik.
Nuh aleyhisselam ve onun kavminin bayanı doğrusunda. Bu ayette Allah Teala bendisi ve peygamberi Muhammed aleyhisselam'a Nuh aleyhisselamның öz kavmi içinde uzun müddet turup ulanı Allah Teala tarafki keç gündüz yoşurun ve aşkar davet kıyganlıkını şundak turuqluq ulanın haqdan teximi qeçip onundan yüz örgenliki Nuh aleyhisselamni inkar kıyganlıqı azgını kişilerden başka adamlarının onunğa iman etmağanlık hakkında haber kılış arkalık teselli berdi. Nuh kavmini tehditke, tevhidke davet kılıp ulanın içinde 50 yıl kem 1000 yıl turdu. Nuh aleyhisselamның kavmi butperest bulup onun peygamberliği çin bitmedi. Ola zalim bolğanlıkları yani küfürde ve gumrahlıkta çın turup özlerine zulüm kıyganlıkları için Allah ulanı tufan balası bilen halak kıldı. Yani bu uzun müddet içinde Nuh aleyhisselamның ulanı tevhid ki çakırıp kıygan tebliği yaman akıbetten agahlandırışı ulağı kılıç tesir kılmadı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen kavminden seni inkar kıygan kişilerge absunlup ketme. Ular üçün kaygırıp mı ketme. Şek şübhisiz ki Allah halıgan adamını doğru yolga başlaydı. Halıgan adamını gumrah kılıdı. İş Allah'ın ilkididir. Hem iş Allah Teala'nın dergahı kaytırılıdır. Şübhisiz ki Rabbinin lanetigi tegişlik boğanla iman etmeydi. Ulağa bütün möcizeler gösterilgen takdirde mu qattiq azapni kömegiçe iman etmeydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilgin ki Allah seni galip kılıdı. Sana yardım ve medet verdi. Düşmanını har kılıdı. Ulanı halak kılıdı ve devzakka mahkum kılıdı. İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligi rivayet kılındı. Nuh aleyhisselam 40 yaşlı peygamber kılıp evetildi. O kavmi arasında 50 yıl kem 1000 yıl turdu. Tufan balasıdan keyin 60 yıl yaşadı. İnsanlar tezlikte köpüyüp yeryüzüge taraldı. Biz Nuh'ni ve kiyimidikilerini garq bulup ketişten qutquzduq. Yani Nuh aleyhisselam'a iman etken kişilerini onun bilen koşup qutquzduq. Bu kıssının tafsilatı Sure Hud'da yeterlik sözlengen bulup bu yerde onu tekrarlaş hacetsiz. Biz tufanni bütün ehli cihan için ibret kıldık. Yani şu kiminin özünü ibret için kaldırdık. Şu kiminin özünü ibret için kaldırdık. Katade bu ayet hakkında mundaq deydi. O kime İslam'ның dastlabki davrigacha judi tig'ining ustida qolgan edi. Yoki shu xildagi kemini insonlarga ularni tufan balasidan qanday qutqizganlik ne'matlarini eslatish uchun ibrat qilib qoldirdi. Allah bu vaqtda mundaq deydi. Ularga bizning kamoli qudratimizni ko'rsatadigan alomat shuki, biz ularning ota-bobolarini Nuh alayhissalomning nars kerak va hayvonotlar bilan to'shqizilgan kemasiga tushirdik. Biz ular uchun shu kemaga o'xshash ular tushadigan narsalarni yaratdik. Agar biz xohlasak, ularni g'arq qilib etamiz. Ularga yordam berguchimi bo'lmaydi ve ularni qutuldurguchimi bo'lmaydi. Faqat biz rahim qilganligimiz ve ularni muayyan muddatgacha hayotdan bahramand qilganligimiz uchun ular qutuldirildi. Şübhisizki Nuh'ның zamanida cho'ng suv yamrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni biz kemaga soldik. Sizlarga uni ibrat qilish uchun
tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik. Allah bu yerda mundaq deydi. Biz Nuhni va kemidagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Tufanni bütün ahli jahon uchun ibrat qildik. İbrahimni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Öz vaqtida u qavmiga aytdi: Bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar. Butlarni o'z qo'linglar bilan yasib olgansizlar. Butlarning qo'lidan foyda ziyon kelmaydi. Ve yalğanlılar oydursizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Sizlar meni inkor qilsanglar, İnkar qilganliginglar bilan menga qilchab ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazsizlar. Sizlardan ilgiriki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkor qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga mu shundoq azob nozil bo'ladi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishli qilib yetkazishdir. İbrahim aleyhisselamның qavmiga vaz etishi to'g'risida. Allah bu oyatda o'zining bandisi, payg'ambari, do'sti, to'g'ri yo'ldagilarning yo'lboshchisi İbrahim aleyhisselamdan xabar berdi. U qavmini hech shirk bo'lmagan yolg'iz Alloh taolaga ibodat qilishga, Alloh taolaga samimiy holda taqvodorlik qilishga, hiç şirk bo'lmagan yolg'iz Allohdilla samimiy holda rizq talab qilishga, Alloh taolani bor va tanho deb bilib, Allohning bergan ne'matlariga shukr qilishga chaqirdi. Berilgan ne'matlar uchun Alloh taolaga shukr qilish lozim. Alloh taoladan boshqa hech bir yaxshilik qilguvchi yo'qdir. İbrahim qavmiga mundaq dedi: Bir Allah'a ibadet kılınlar ve onundan korkunlar. Yani Allah Teala'ya ihlas bilen ibadet kılınlar. Onundan samimi halde korkunlar. Eğer bilsenler mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Yani eğer sizlar shundoq qilsanglar, dünya ve ahirette yaxshilikka erishsizlar. Sizlardan dünya ve ahirette yomonlik dab'i qilindi. Ondan Allah ularning qo'lidan hech foyda ziyon kelmaydigan butlarga ibodat qilayotganligini xabar qildi. Shek shubhisizki sizlar butlarga ismlarni o'ydirib chiqib, ularni iloh deb atib oldinglar. U butlar haqiqatan sizlarga o'xshash maxluqdir. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mushining o'xshash deganligini rivoyat qilgan. Mujahid ve Suddimu bu ayet hakkında yukarıdakiga o'xshash degan. Valbi ibn Abbas'tan rivayet qilib, sizlar yolg'onni yasab chiqsizlar, ya'ni butlarni o'zinglar yasab chiqib iloh qilib olasizlar, dedi. Butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Ya'ni Allah Teala'nın g'ayridan rizq talab qilmanglar. Chunki Allah Teala'dan boshqasi hech narsaga ega emas. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Ya'ni Allah Teala bergan rizqni yenglar. Tenha bir Allah Teala'ga ibodat qilinglar. Sizlarga bergan ne'mati uchun Allah Teala'ga shukr qilinglar. Allah'ın dergahına qaytırılısılar.
ya'ni qiyomat kuni Alloh taolaning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan Alloh har bir kishiga qilgan amaliga yarasha mukofot va jazo beradi. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan men xilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazsizlar. Sizlardan ilgariki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkor qilgan. Ya'ni ularning payg'ambarlarga qarshilik qilganligi uchun ularga tushirilgan azob oqibat haqidagi xabar sizlarga bayon yetkazildi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishli qilib yetkazishdir. Ya'ni payg'ambarning vazifasi Allah buyurgan vahiyni yetkazishdir. Allah xoligan odamni gumroh qiladi, xoligan odamga hidoyat ato qiladi. Baxtli kishilardan bo'lish uchun o'zingizlarga ko'yimchan bo'linglar. Qatada Alloh taolaning sizlar meni inkor qilsanglar, sizlardan ilgariki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkor qilgan degan oyatini payg'ambar alayhisalomga mansub dedi. Qatadaning bu so'zi İbrahim alayhisalomning so'zining bu yerda üzülüp Alloh taolaning İbrahimning qavmining javobi degan oyatigacha orliqdagi so'zlarning qisturmi jumla ekanligini bildirdi. Buni İbn Jarirmu shundoq tafsir qildi. Biroq bu oyatning sirtqi mazmuniga qaraganda bu so'zlarning hammasi Alloh taolaning do'sti İbrahim alayhisalomning so'zlari ekanligini bildirib turdi. İbrahim alayhisalom Alloh taolaning İbrahimning qavmining javobi degan oyatigacha orliqdagi barliq so'zlarni qiyomatni isbotlash uchun qavmi bilan munozir qilganda aytgan so'zlardir dedi. Allah haqiqatni bilguchidir. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Ankabut tafsiridan 18. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.